Assalomu alaykum YouTube'dagilar. Mana bu kishini hozir mana o'zlarida eshitasizlar. Tirsagi bo'yicha yozda kelgan edi. Bir 3 oy, 4-5 oy bo'lib ketdi. 4-5 oy bo'lib ketdi. Mana tirsagini umuman bukalmasdingizmi? Umuman bukalmasdi, yozilmasdi. Keyin mana bu yerlarda ozgina chalasi bor. Bu yeri kelmadi, o'zi qo'rqdi. Hamma joyini soldim, ishlab qoldi. Qo'limdan ishlamasdi-da, qo'lingiz. Mana ishlamasdi, ishlab qoldi. Mana bu bukilmasdi. O'sha narsalarni qildim, bir ikkitasini ham shuni davolayapman degan qilmaganlar, ishonmaganlarga ko'rsatyapman. Qo'lingizni bukib ko'rsating tirsangiz, mana. Abdurashid akani mehnatlari bilan mana qo'lim ancha bukilib qoldi. Alloh shifo bersin. Endi faqat mana shu yer chalasiga ag'ib qo'rqib chiday olmadim. Mana buni ham solsak, agar tazi bukiladigan bo'lib qolib, yer ham bukilmay qolgan edi. Endi bunga ham bir kelar sabr qilib. Haligini aytib qo'ying, telefon nomeringizni mabodo so'raydiganlar bo'ladi-da, Toshkentda ham ikkita qizchalar bor, shularga so'rash uchun telefoningizdan so'raylik, nima bo'ldi, rostdan ham bo'ldimi, bo'lmadimi deb. Men yolg'on o'zi tanishidan qilgan deb o'ylaydi-da, shunga nomeringizni aytsangiz telefon qilib, rostdan ham shunday bo'ldimi aytasiz. Tirsangiz necha yildan beri bukilmayotgan edi? Shular aytib bering. Aytgancha qancha vaqt bo'lgan tirsangiz bukilmagani? Tirsagimga почти 1 yil bo'lgan. 1 yil bo'lgan. 1 yil bukilmay, mana shu qotib qoluvdi. Mana shunda juda ham og'riq berardi, ko'tarsam bitta qo'lim bilan ko'tarardim. Keyin yo'q, mana shu muolajaga keldim. 3-4 marta mana bukilib qoldi, Allohga shukr. 5 marta keldingiz o'sha tirsak. 4 marta, 5 marta keldim почти. Faqat pasib qoldi. Xudo xolisa bunga ham kelaman, nasib qilsa. Telefon nomeringizni aytib qo'ying endi. Telefonim 413 8003. Ana shunga telefon qilib so'rangizlar, ishonmaganlar. Ba'zilar negativlar bor-da, shular uchun siz atayin o'zi kelib qolibsiz solganingga. Rahmat Abdurashid akaga, shunchalik yaxshi bo'lib qoldim. Ishlariga rivoj. Alloh shifo bersin. Yaxshi bo'lib keting. Yuzingizni olmadim. Bemalol qo'lingizni ko'rsatib faqat. Mayli, bo'ldi.